Shoxi yo'q, to'qol variantidan. To'qolmi Muhammadjon? Aha. Ya, ana. Ya, bu nima deyapti bu? Bu qatala bu pap To'qol hozir. bo'lib qolibdi-da bu. Keyinchi Abdullohon aka bu mol bor-ku. O'ta sifatda. Abdulla aka ko'proq bor mol. Sementalga tortadi molni. Yaxshi ahamiyat bering. Mol aka. Xudo xolasa sigir qiladi buni olib. O'sha haligi 60-70 ashnaqangi sigir bo'ladi. Kamida 50 millionlik bo'ladi, xudo xolasa. Nimaga desangiz, quloqlari ham turishini qarang-da. O'ta sifatli turibdi. O'ta sifat. Yelillari ham, so'skalari ham katta. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari, Chorva Brend kanalining qadrli tomoshabinlari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchqo'y mahallasidamiz. Sezib turganlaringdek o'sha o'ttinchi arzonchi ukamiz Maylovligit fermasiga kelganmiz. Assalomu alaykum, Abdullohon aka. Assalom. Borsiz? Obunachilarga adis salom deymiz. Qo'llab-quvvatlab laykdan bosib turaveradi. Yaxshimi? Zo'r, yaxshi rahmat aka. Xonozlarni durlardan olib qo'yishdi. Durlarni olib keldik aka. O'tgan safargilar sotilib ketdi. Sotib yubordingizmi? Sozgina bo'lsa ham sotilib ketdi. Barakasini bersin. Olganga ham, sotganga ham Xudo baraka bersin. Xudo xolasa olgan odamlar ham xursand. Bugungi so'ng bugungi Abdullohon aka 4 bosh molimiz bor. 3 bosh xunajin. Faqat sut yo'nalishida 3 bosh. Hali go'shtniki emas bular. O'tgan safar Angus bor edi-ku. Go'sht yo'nalishida edi, u ham sotilib ketdi. Bola olaman deb olib ketdi uni. Yaxshi. Barakasini bersin. Abdullohon aka bir bosh Mickey Mouse'imiz bor mana. Sementalga smeshinga bu. Buqachami bu? Buqacha. Qani? Joning sog' bo'lgin. Janavallar bor-ku, Abdullohon aka. Mana buzoqlarimiz kichkina bo'lgan bilan bor-ku. Sifatlilardan ekan. Taglarni qarang-da. Abdullohon aka, taglari ostlar zo'r mollarimiz. Qani? Yelilarni bitta ko'rsatib qo'yaman. Qadrli tomoshabinlar, ozgina kech qoldik. Qorang tushib qoldi. Shuni Go'dasiga nisbatan bor-ku. hech ko'rinmayapti. Go'dasiga nisbatan yelilari mana shunday mashina. So'skalari uzun ekan. Haqiqatan firmani moli Abdullohon aka. Shundan boshlayveramiz, a? Mana shundan boshlayver aka. Kech kirib qolyapti. Mana Abdullohon aka, mana. Molni qarang turishini. Joning sog' bo'lsin. To'qol varianti. Tuyoqlari sitgan tuyoq ekan. Tuyoqlari ekan. To'qol varianti Abdullohon aka. Puli ham yengil. O'ta yengilmi yo'lda qilib beramiz. Nasldor mollar bor-ku. Go'dar mollar narxida ketadi bizda. Bo'ldi. Bomba qilas ekanda, bomba bo'ladi. So'mbeka endi buni Abdullohon aka endi buni bor-ku. Maqtov urgan bilan ish bitmaydi. Xudo xolasa sigir qiladi buni olib. O'sha haligi 60-70 ashnaqangi sigir bo'ladi. Kamida 50 millionlik bo'ladi, xudo xolasa. Nimaga desangiz, quloqlari ham turishini qarang-da. O'ta sifatli turibdi. O'ta sifat. Yelillari ham, so'skalari ham katta-katta. To'rdona. Sut yo'nalishda. Cho'rni postira bu. Cho'rni pyostra. Narxini Buni narxi bor-ku, 12,5 million kami bor. Qancha kami bor? Menga qarang. Bor 12 millionga ketaveradi. Dastavkalarimiz har doimgidek O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz mavjud. Telefon qilishaveradi. Menga qarang-da. Abdullohon aka. Qorang o'p qolyapti. Ana shuning uchun bo'laydan aytib qo'yaylik, ha. 12,5 emas, 12 million hayra bor. Bo'ldi. Aka aloqaga chiqaverasizlar. Telefon qilishaveradi. Nomerlar xizmatlaringizda. Ha, yeb ichishlarni ko'rsatib qo'yiladi. Onlayn savdo bo'lsa, onlayn savdolar mavjud. Kelib ko'rib olaman desa, kelib ko'rib olaveradi. Mol o'ta puliga yarashadigan, arziydigan. Lekin ular navbatdagi buqachamiz-a bu? Buqacha. Bo'ylari 1.5. Molni qarang. Joning sog' bo'lgin. Orqalaridan ko'rinishlari, orqalari butun ekan. Molni qarang. Mouse. Yeb ichishlar nihoyatda zo'r mol. Sog'ligi yeb ichari ishonarlar. O'ynab turibdi. Har doimgi. Yeb ichari zo'r. Molni qarang. Joning sog' bo'lgin. Narxi nechi pul Muhammadjon? Narxi bor-ku. Yaqin qilib 18 ham yo'q. Nasldor buqani bor-ku, men hashak mol narxida chiqarib yuboraman. Qani? 17,5 million kami bor. Qancha kami bor? Menga qarang, Husanboy aka, Abdullohon aka. Menga qarang. Siz obunachilaringizga bor-ku, 17 millionga ketaveradi. O'zbekiston bo'ylab. Ha. Bo'yinlarni qarang. Bo'yinlarni. O'ta gavdan deymi, nima deydi? Ko'hrali. Kachoh mol. Go'shtdor mol bo'ladi, xudo xolasa. Mickey Mouse buqamiz, akalar aloqaga chiqaverasizlar. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida ko'proq bor-ku. Abdulla aka ko'proq bor-ku mol. Sementalga tortadi molni. Yaxshi ahamiyat bering. Molni taniydigan odam bilib oladi, Muhammadjon. Ha. Yelkalari ham juda ajoyibda. Ko'raklari ham o'ta baquvvat ekan. Sifatli bor. 17 millionga dastavka qilib beraman. O'zbekiston bo'ylab ketaveradi.
telefon qilishadi, aloqaga chiqaveradi, lokatsiya tashlab beraman agar kelib ko'radiganlar bo'lsa shu Bo'ldi. yaqin o'rtada. Olganga ham sotganga Olganga ham sotganga ham ha, maza qilib aka, molni boqib molga yolchiydi. Olgan odam telefon qilib rahmat deb qo'ysa bo'ldi. Navbatdagi xunajilarimiz. Bo'lganda ham lekin o'ta sifatli variantidan Shoxi yo'q, to'qol variantidan. to'qolmi Muhammadjon? Aha. Ana. Joning suv. Bu nima deyapti bu? Bu qatala bu pap hozir. Talab bo'lib qopti-da bu. Keyinchi Abdullohon aka bu mol boru. O'ta sifatda. Mana xususiyatini qarang-da buni. Buni sigir qilgan odam boru. Mana qarang. Mana qarang. Ha, jonivor hozirdan yuvardi bu, ha? Haligi apparat ulaydi, qo'lda so'g'adimi mana so'zkalarni qarang. Uzun Ha, ekan. haqiqiy suti boru. Katta bo'lsa ana shu sigir bo'lganda 25 ta 30 ta beradigan sigir mana shu bo'ladi. Molni qarang, turishini. Vidiga ham baho beradi, vidiga. Sifat lekin o'ta ular, hurmatli akalar. Bo'yini taxmin etib ketak Muhammadjon. Bo'yinimi taxmin etmaysiz. Bo'yini o'lchadim. O'lchadingizmi? 1.17, 1.20. Bunisi 1.20, bunisi 1.17. 1 sant, 2 sant aqabaqa bo'lishi mumkin. Bo'ldi. Mol ammo o'ta ko'rkam, pokiza mol ekan. Mana qarang. Yurgizib yuboring. Qo'llarni qarang. Mana. Cho'jini. Mana. Mol qarang. Sifat. Akalar o'zlaring baho berasizlar. To'qol varianti 100 ga 100. Endi Bo'ldi. Muhammadjon buni narxida gap. Yo'lida qilib yaqin. Narxi boru 18, 18 ham demaymiz bizniki zotli mol deb-da. Mana molni mana belkalar bilan turib qo'ydi mana. Qani? Ha, bo'ldi. Menga qarang-da. Bu mol boru 17,5 million xayri bor. Kami bor. Ha. Yaxshi baxsa 2 oyda qochib qoladi mol. O'zi buqatalar bo'lib qoldi. Buqatalar bo'lib qolgani, sal kechroq qochirsa boru, sal kattaroq mol bo'ladi. o'sib oladi, Ha, badallar. Sal kattaroq mol bo'ladi. Ana shu taraf bor. Bo'ldi. Qancha kami bor Muhammadjon? Menga qarang-da. Bor 17 millionga ketaveradi. 17 millionga O'zbekiston bo'ylab yetkazish xizmatlari bor. Akalar aloqaga chiqib olasizlar. Hozir mana germanskiy shvet molni chiqaramiz-da bu majinda. Aha. Ana shu ikkalasiga bitta qo'yamiz, ikkovini jupini olganga boru. Yana xayri qilib beramiz. Yana xayri qilib beramiz. 17 milliondan deb turib olmaymiz biz, bo'lishi. O'tib beramiz. Katta molni bolasi. O'ta oq tumshug'idan boqaman degan Ha. ukalarimiz. Hali ko'rgan obunachilar boru. Shvet Qirg'iz molni bolasi deb o'ylashi mumkin. Bu germanskiy shvet bu. O'sib ketadigan katta sut yo'nalishida haqiqiy. Hali go'shtdor bo'lib, hali qirg'iz molni bolasi emas bu. O'zi obunachilar mol taniydigan odam biladi. ajratib Ular oladi. gram yem ko'rmagan narsa. Bu molni qarang. Baq-baqlarni qarang. Turushlari, sifatlari o'ta udor ekan. Hurmatli ukalar. Bo'ylari 1.20 dedingizmi? 1.20, 1 sant iyoq-biyoq bo'ladi. Bunisi bor, ha? Ha. Yeb ishlarni video qilib berilaveradi aka. Bo'ldi. Narxi nechi pul Muhammadjon? Narxi bor buni. 17,5 million kami bor. 18 yo'q bizda. Qancha kami bor? Menga qarang. Qancha kirib boradi? Ikkalasini jupini olaman degan akalar bo'lsa 34 milliondan xayriga o'tib beraman. Aha. Agar buni o'zi bo'ladigan bo'lsa 17,5 millionga ketdi. Yana xayriga ozgina o'tib beraman. Bo'ldi. O'zlari telefon qilsa, Ha, 17,5 milliondan xayri bor. Ammo savdosi bor. ha, ozgina yem berib baqadi. Bu molimiz ammo yoshroqda. Ha. 2 oy emas, 2,5 3 oylarda qochqisi kelib qolsa kerak. Yem berib baqsa katta bo'lib ketadigan variant. Mana qarang janob. Etlari o'ta yuqa ter ekanda. Faqat shox kuydirilmagan buni. Ha, bo'ldi akalar. Bo'lib ketadigan hayvon. Molni qarang. Xunojim baqaman degan obunachilarimiz tavsiya qilib qolamiz. Yebish hisoblari bexijolat, korobkalari butun, sitgan tuyog'idan. Bo'ldi Muhammadjon. Bo'lsa tezlashtirib videoni qo'yaveraylik. Yarigilar ham chiqdi, hammasi cho'tki. Ha, bo'ldi. Abdullohon aka, obunachilaringiz bor-ku. O'tgan safar ham sotdim-da. Rahmat deyapti, boqyapti. Agar jupini olaman, sigir qilaman, niyatim bor edi degan akalar bo'lsa bor-ku, ikkalasini. Oq bilan kelasiz. Ha, 17 milliondan 34 million bo'ladi. Ikkalasini jupini oladigan bo'lsa yaxshilab o'tib beraman. Telefon qilaveradi. Aloqaga chiqib olasiz. Onlayn savdolarimiz mavjud. Bo'ldi. Xotirjam aloqaga chiqib olasizlar. Barchalarga rahmat. Salomat bo'linglar, qadrli obunachilar.